Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Urganchdagi proyektimizda hozir nova ishlar qilinib turibdi. 50 holatda topshiramiz joyni. Shu haqida batafsil tushuntirib o'tamiz. Joyimizning umumiy razmeri 20 metr 20 metr hisoblanadi. Joyimizni shu suvoq holatida qabul qilib olganmiz. Proyekt asosida joyimiz qurilgan, lekin ichki dizaynlarini klientimiz bilan maslahatlashgan holda qilib turibmiz hozir. Klientimiz ham manzur kelib turibdi bu ishlarimiz. İçanlı dizayn proyekti yo'q, lekin joyimiz proyekt asosida tiklangan. Hozir sizlar bilan ichkarida nova ishlar ketib turibdi, shularni batafsil ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Uyimizni girish qismida перехожник hisoblanadi. Bu yerda chap tarafimizda rakovinamiz turadi, o'ng tarafimizda перехожник mebelimiz turadi. Birinchi etajimizda umumiy bir dona zalimiz joylashgan, ikki dona saunzel, birisi umumiy saunzel, birisi spalniy saunzel. Keyin kuxnyamiz joylashgan, hammasi umumiy hol qismimiz. Bu yerda TV zonalarimiz turadi, bu yerda mexki mebellarimiz turadi. Yani aytganimizdek bu yerimiz dizayn proyekt yo'q. Klientimiz bilan maslahatlashgan holda qilib turibmiz bu dizaynlarni. Asosan patologlarimiz gipsokardon ishlarini qilganmiz. Gipsokardonimiz ishlarimizni vlagopatologichniy gipsokardon, tinday profillarimiz 04 lik profildan ishlangan. 04 da endi o'zi qalin, nisbatan qalin profil bo'ladi u. Klientlarimizga maslahat beramiz. 033, 030 degan profillarni ishlatmang. Ustalara iloji boricha 037, 040 razmerdagi profillarimizni olib borib ishlatgani ma'qul. Knaf direktoratlaridan foydalangan yaxshi. Обычный podvislarimiz esa ko'p yipqa hisoblanadi. Knaf podvislarni ishlatsalar qalin va mustahkam bo'lib chiqadi. Ham e'tibor berasizlar, gipsokardonlarimiz 45 gradusda shoplarni ishlanganmiz. Malyarka ishlanganimizdan ham va ko'p afzalliklarni keltirib chiqaradi. Shu tega ishlarimiz bu yerda o'zimizlarimiz bolalar quyib ishlab turibdi. Buni asosan ikki xil yo'nalish bo'ladi. Sexlarda tayyorni olib beradi ko'p klientlarimiz, lekin asosan ko'p klientlarimiz tayyor shurda quyib o'zingiz ishlab beringlar deb aytadilar. Bizning tavsiyamiz ko'proq shu o'zlarimiz quyib ishlab berganimiz ancha sifatliroq bo'lib chiqadi. Va ko'rib turganingizdek bu yerda shvillerimiz, despimiz, kuzuplarimiz, bu qismimiz xonamiz zal qismi hisoblanadi. Kreklarimiz tashalgan, pasvetkalarimiz tashalgan, shpakovkadan oldin tegalarimiz ham ishlanib botir. Zalning razmeri? Zalimiz razmeri 5,5 metr 5,5 metr kvadratniy bo'lib tushgan. Bu yerda nechik dizayn aytasiz endi xudo Bu yerda xolasa? neoklassika dizaynni ko'proq yaxshi ko'radi ekan klientimiz. Shunga qarab, tegalarni ham shunga moslab bosib turibmiz hozir. Patologlarimiz ham необычный. Kuxnyamiz 100% mebel atib ishlab beramiz. Yana bu yerda mebel turadigan tarafimiz polniy kafil bosilgan. Klientimiz dim ishini puxta bo'lsin degani 100% yana mebellarning orqasidan ham kafillar ishlangan. Mebelning orqasida qolib ketsa ham daraja. Asosan bu yon taraflarimiz esa kuxnyamizda mebel bo'ladi 100%. Ha, mebel shunda bu yerda joylashadi. Yo'q, mebel bu yerda joylashadi. Divon o'zini ham mebel ishlab beramiz bu yerda. Ha. Birlik mebeldan hamma yeri mebel bo'ladi. Obshitkasi. Bu yerda fon ishlatilmaydi. Hamma yeri mebel bo'ladi. Yon tarafimiz garaj bo'ladi. Garajdan ham uyning ichiga kirib kelsa bo'ladi. Garaj bo'lgandan keyin bu yerimizda mashinani yuvib, sirib, o'ngayliroq har tomonlama. O'rtada suv ketadigan yerimiz bor. Shu yerdan kanalizatsiya chiqib ketadi. Bir tavsiya berib o'tamiz. Shu patolog ishlab turgan vaqtda asosan Farhod Prem novisi bilan ajralib turadi. Birinchidan shu patolog ishlangan vaqtda pasvetkalarni o'rnidan tashlab o'tamiz. Shpakovkadan oldin. Keyin shpakovka urganda kачественный eng sifatli darajada ishlanadi. Stenalarimiz kerak bo'lsa, keladigan bo'lsak, boshda gruntovka uriladi. Keyin ikki qator polimerniy, ikki qator gipsovoy shpakovka uriladi. Keyin stikloxoz yopishadi. Keyin ikki qator polimerniy shpakovka uriladi. Jami bir vodomesonkalari, najdaklar bilan ishlansa, aytilsa bir 10 qator ishlanadi divanimiz. Hozir endi shuncha ishni chekkan vaqtda bitirib berasiz endi. Beni boshlaganimizda poslab 20 kundan o'tib qoldi. Xudo xolasa yana bir 3 oylarda topshiramiz polniy. 3 oyga bitadi. Polniy, под ключ kirib yashaydigan bo'ladi. Topshiramiz. Birinchi etajda bu yoqda umumiy saunzelimiz bor. O'ng tarafda spalniy. Spalniyning ichidan o'zini saunzelni ega. Spalniniki отдельный. Отдельный, ha. Men ham neoklassika, bu yerda ham zanveska joylarimiz отдельный bilan chiqib ishlangan. Pardamiz skritniy bo'lib, kanalizimiz arkasidan tushib turadi. Endi bu dizayni yo'q dedingiz-ku. Shuncha hozir har yerni dizayni har xil bo'ladimi yo hamma yer neoklassika bo'ladimi? Hamma yer neoklassika bo'ladi.
ko'proq minimalizm stilazm moda bo'lib turibdi, lekin minimalizmda patolog tekis bo'ladi, chetinda pasvetga beriladi, или rels ishlanadi. Neoklassikada esa patologlar esa shakl beriladi, необычный shakl, или devorlarda ramkalarimiz bo'ladi. Shunda hozir birinchi etajimizda umumiy ichxona bor shunda. Birinchi etajimizda bir dona zal, bir dona spalni, kuxni, или hol qismimiz. Ikkinchi etajda umumiy 3 dona spalnimiz bor, bir dona zal, bir dona hol. Keyin mansardan bor. Mansardni bo'lasmini ichga oladi, общий bo'lib Общий bir zal bo'ladi u yerda. Podval yo'q shunda. Podval ham bor. Podval bormi? Bor, ha. Joyimizning yarmi podval hisoblanadi. Bu podvallar bog' tarafdan tushiladi. Zinalar ham o'zingizni bo'yningizda axir. Ava, endi ko'p klientlarimiz zinalarni quydirib, ishni tayyor holatda chaqiradilar. Bu yerni, masalan, shu holatda olganmiz. Zinalar ham quyilgan, suvoqlar ham urilgan. Короче, shu holatda qabul qilib olganmiz. Ko'p klientlarimiz bor, kirish holatida murojaat etadilar. Suvoqchilarni o'zlarimizdan qilamiz, elektromontaj, santexnika, hamma narsasi o'zlarimizdan bo'ladi. Ikkinchi etajimiz bu yerimiz hol qismi hisoblanadi. Bu yerdan dizayn yo'q. Shu klientimiz bilan maslahatlashgan holda shu formani tanlaymiz. Patologini eskiz chiziladi boshda. Shu oq qog'oz olib, bizlar ham arxitekturada baribir xabarimiz bor. Eskiz chizilib, shu ko'rsatiladi, nechik bo'lishi, dizayn nechik bo'lishi aytiladi. Ma'qul bo'lgandan keyin shu forma ishlanadi. Patologimiz oppoq bo'ladi, devorlarimizda ramkalar bo'ladi, или fon bo'ladi 100%. Agarda kelishsa, mebellarnicha Mebelchi o'zimiz danishmandlarimiz bor, o'zimiz bilan ishlashadigan, ishini ham как положено javob beradi, ham premium darajada o'tib beradi, o'zimiz ham mos hamma narsasi. Agar klientimiz aytsa, u vajlarni taxlab beramiz. Bu yerimiz zal qismimiz hisoblanadi, ikkinchi etajimiz. Bu yerdan formasini shu klientimiz bilan maslahatlashib tanlaymiz. hozir ichki suvoqlarni o'zingiz urdingizmi yo tayyormidi shuni? Tayyor. Tayyor holatda oldingiz. Unda hozir nima ishlarga ketib turibdi? Hozir tiyaga ishlar ketib turibdi, gipsakorda ishlari bitgan, lekin shpaklovka ishlari boshlanadi. Keyin sikloxoz, shu bilan polimerniy shpaklovka, или fon etap-etap boraveradi. Xudo xolasa. Bu yanimizda detskiy spalnimiz, bu yanimizda родительский spalni, bu yerning ichida o'zimiz sanuzeli bor, bu yerda sanuzel, bu yerda spalni. Bu yerimiz razmeri 6,5 metr, 4,5 metr. Bu yerda tiyaga ishlari bitgan bu yerni. Xudo xolasa endi shpaklovkaga qarab turibdi. Farhod premium ish saylamaydi. Shu klientlarimiz telefon murojaat etsa, bemalol shu, lekin obyektning ustiga borib, shu yerda summalarni chiqarib beramiz. Hozir shunda summa aytib bo'lmaydi. Necha kvadrat, necha so'mdan ishlashingiz. Hammasi ustunda o'zi bilan kelishgan holda. Masalan, har klientimiz har xil holatda chaqiradi. Birov suvoq bo'lmagan holatda chaqiradi, birovlar suvoqlarimiz bitgan holatda chaqiradi. Или ko'p odamimiz podmayak ishlatgan bo'ladi, ko'p odamimiz podmayak ishlatmagan bo'ladi. Shunga qarab summolari shunga qarab chiqadi. Bemalol telefon orqali u 1 etaj, 2 etaj, oddiy, zo'r farqi yo'q. Hammasini remont etib beramiz. Faqat shu chaqirsalar, obyektning ustida to'shni summasini aytib chiqarib beramiz. O'zi bilan kelishgan holda dizayni bo'lmasa, dizaynni ham yasatib beraverasiz. Ha, proyekt ham chizib beramiz. Agar yo'q proyekt shart emas desa, o'zlarimiz tavsiya berib, shu asosida ish ketadi. Bu yerimiz mansard qismi ham bor. Shu biz yerdan chiqsak, уже mansard. Yanimizda общий bir xonamiz bo'ladi. Ayvonchamiz endi. Ayvoncha. Bu yerning umumiy razmeri 6,5 metr, 3,5 metr hisoblanadi. Boshli 3,70. Bu yerimizda balasinalar bo'ladi. Shu yerda yozda chiqib dam olib o'tiradilar. Devorimizda esa travertin bo'ladi. Jiddiy travertin. Masalan, mansard qismidan bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerimiz balasina bo'ladi. Bu yerimiz yong'oqdan stupinkalari ishlanadi. Bu yerda balasina perlalar turadi. Mansardi. Bu yerimiz mansard qismimiz. Bu yerda обшивка bo'ladi, balzat qilinadi. Devorlarimizda, или patologlarimizda balzat qilinib, обшивка bo'ladi hamma yeri. Чтобы ertang issiq, sovuq o'tmay, temperatura bir xil saqlanishi uchun. Bu yer trenajyorniy zal bo'ladi. Shu yerda klientimiz shu yerda trenotka etib, o'zining sog'lig'ini qarab turadi. Gipsakardon bilan beklanadi. Uni ham remont etasizmi-ki, yo shu gipsakardon bilan qoladi? Yo'q, u ham remont bo'ladi, 100%. Shu Bu ham neoklassikami? bu yerimiz oddiy minimalizm bo'ladi. Ha. Oddiyroq bo'ladi nisbatan. Patologlarni tekis bo'ladi, или stenamiz ham tap-tekis bo'ladi hamma yeri. Oyoq tilarimiz laminat bo'ladi. Polni 1, 2, 3 etajmi? Ha, 1, 2, 3 etaj ham laminat bo'ladi. Keyin klientlarimizga tavsiya berib o'tamiz. Ko'p klientlarimiz o'zlari ishlaydi, или boshqa ustalar ishlatadi. Shular tavsiya ko'proq shu vlaga gipsakardon ishlatsizlar patologlarni. Oddiy gipsakardonga qaraganda bu ancha mustahkam, ancha kuchli. Shuni bir e'tibor olib bo'lsinlar. Avvalgi videolarimizda aytganim, iloji boricha devorlar podmayak suvoq ishlatsizlar. Eng головнisi shu.
podmoyak suvoq bo'lsa, baribir zo'r bo'ladi. Bu podpravla suvoq iloji boricha ishlatmasinlar. Hozircha bu proyektimizda shunday gaplar bo'lib turibdi, shunday ishlar ketib turibdi. Bizani agar shu remotnomizda bitgan holatini ko'rishni istasangizlar, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. O'tirib bermang, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasa, kimda-kim kottej, restoran, ofis, kafe, xonadon remont qildirmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga ish jarayonlarini Instagram profilimizda istoriyasini qo'yib boramiz. O'tirib bermaslik uchun Instagram silkasini pastda qo'yib qo'yamiz. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar, ko'rib, kuzatib borasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.